Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilari. Anchadan beri YouTubega video qo'ymayaptim va sayohatga chiqishi munosabati bilan YouTubega vlog tayyorlashga qaror qildim. Biz hozir Tailandning Phuket shahridamiz. Juda ham chiroyli manzara, juda ham chiroyli ko'cha. Birinchi marta Tailandga kelishim. Shu uchun sayohatim haqida sizlar bilan bo'lishaman, xudo xolasa. Bugun birinchi kuni mana shu orqadagi otelga joylashganmiz. Patomi Beach ko'chasi eng gavjum sentr deyiladi. Yo'q, mana bizda Toshkentda T1 bo'lsa, bu yoqda mana shu. Xullas, kuzatishni davom etsanglar, ekskursiyalar haqida va o'zim bilgan ma'lumotlar haqida, Tailand haqida sizlar bilan bo'lishaman. Mana o'rtoqlar, biza Bang Road ko'chasidamiz. Eng mashhur Tailand ko'chasi. Buni balki ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Lekin men yana ko'rsataman, mana talqinimdan yana kuzatib chiqsangiz mumkin bu ko'chani. Eng hech qachon bir kechqurun bo'lmaydigan, har doim odamlar bilan gavjum va eng buzuq ko'cha deb e'lon qilsak bo'ladi. Mikrofonni olib ketishdan to'g'ri tushunasizlar, men bilan aylanib chiqasiz ekan. Hello, okay? Yana bittasi ogohlantiraman, transvestitdan ehtiyot bo'linglar. Ya'ni erkak qiyofasidagi ayollarga. Bu yoqda ko'rib turganingizdek, erkak ayolligini ham ajratish qiyin, ya'ni transport juda ham ko'p, shu narsadan ehtiyot bo'linglar, sizga maslahatim. Bu yoqda juda ham arzon baholashadi ayollar o'zini. Masajlar juda ham ko'p. Haqiqiy masaj, tayski masaj olishinglarni tavsiya qilaman. Yomon ayollar shunda o'zini yosh opera qiladi, yaxshi. O'zbeklar ham juda ko'p ekan. Hamma o'zini xizmatlarini taklif qilishga harakat qiladi, raqobat juda ham kuchli. mevalariga gap yo'q. Albatta yeb ko'ringlar. Tailandda halol ovqat topish qiyin, lekin fruktalari, go'shtlardan ehtiyot bo'linglar. Go'sht masalasida, lekin fruktalari juda zo'r.
Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilari. Biz bugun ekskursiyadan boshladik. Bugun adashmasam 3 kun Tailandga qattiqroq xato kamchiliklar yo'l qo'ysam xafa bo'lmaysizlar, chunki ham Instagramga ham Telegramga kontent olish oson emas. Bitta o'zim hech qanaqa blogersiz va hech qanaqa mikrofonlarsiz kelganman. Bugun ekskursiyadan boshladik. Mikrofonlar ham qolib ketdi, xullas esimdan chiqib qoldi. Mana juda ham chiroyli. Hozirga maymunlarni ko'rsataman. Maymunlarga ovqatlanib qolsangiz xotosizga bo'ladi. Kichkina-da, markashka. Mashinalarni qara. Telefonni tavsiya. Mana, katta ekanda o'zi bu. Ha, bolasi bilan ekan hozir. Bolasini yoniga olibdi-da, sanadi lekin bolasi. Mana qo'yib yubormasin nima qilarga. O, meniki. Yomonlarga. Yomonlar, qo'rqinchlilik. Yomonlarga ham mumkin. Lekin pochani artib yurgan qoyil ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana qanaqadir ibodatxonalari. Chiroyli ko'rinishi menga yoqdi, endi bilmayman. To'liq ma'lumotga ega emasman. Bu joylar haqida, lekin mana oldi tarafiga olib tushish kerak. Biz naryoq tushyapmiz. Bu katta ibodatxona ekanda, bu yoqqa. Babitdan bermas ekanmi? Kvadrotsikl uchdi. Ощущение deydimi? Ana o'zimni ichimdan o'tganlar bilan bo'lishsam, hozir o'zbekchasini topa olmadim, to'g'risi. Qo'l og'rib ketar ekan, lekin zo'r adrenalin beradi. Rulni eng muhimi mahkam ushlash kerak. Tavsiya shu, shu boshqaruvchini tavsiyalarini eshitish kerak. Men telefonim qo'limdan tushib ketdi, iloji bo'lsa shu metachki taqib olsanglar bunaqa joyda zo'r maza qilasiz. Mana sizni hozir amallab kamerada YouTube uchun kontent qilishga harakat qildik. Zo'r, lekin Toshkentdagi vaqtni bo'lgan Chorvodagi, lekin bu yerga boshqacha ekan. Oldindan ham ochib bo'lar ekan, odamlar. Voh, chopmang mana telefonga. O'rmonning ichida boshqacha adrenalin. O, mana joydan chiqdilar. Xo'p, ana endi o'rtoqlar keyingi lokatsiya fillar bilan sayr deb nomlanadi mana. Hamma shu yerda. Endi filga chiqamiz. Ha, men nima deyapti fillar? Ko'ramiz nima deyishini. Fillar bunaqa yaqindan birinchi marta ko'rishim lekin. Oy! Oy, oy, oy. Xo'p, mana biz fildamiz. Orqamizda ham mana. Oy, ay. Oh! Ajoyib manzara. Atrof. Bu film yurmaymi, oqsoq anu fil. Fil oroliga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, Tailand ovqatlarini sizlarga ko'rsatishga harakat qildim va yana hozir tungi Tailanddagi bozordagi ovqatlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. O'zim bilgancha. Xo'p, qurbaqa, krokodil, go'shtiga. Mana O'rdak. Krokodil. Не, очень вкусно. Lakosta. Да. Harem. Крокодил harem. Haram. Malades harom dedi gapi. To'g'risini aytdi. Uzbekistan. Akula. Uzbekistan halol. Akula non halol. Yo'q, non halol. Yo'q, hammasi harom bilan gapiradi bular. Ha, yo'q. Fish halal. Fish halol. Ask your friend. Fish halal. Akula non halol. Hamma nima? Hamma nima bu? Bu anaqa Mashina. suvda yuragan. Ha, repa.
Mishi host. Oh. Voy, voy, voy. Gap yo'q. Krab. Krab. Ketdi. Panjaraga qalay bo'lyapti? Voy, mana shu zo'r bo'lyapti. Xotiraga YouTube'ga kontent qoldirdim. Tailand haqida taassurotlaringiz qanday? Tailand zo'r. O'rmonga o'tin bilan Tailandga xotin bilan kelish kerak emas. Bu topish ajoyib usul ekan. Menga xohlagan narsalarni yozib ketar ekansizlar, keyin pul bersanglar bo'lar ekan. Xohlagan narsalarni yozib pul bersanglar bo'lar ekan. Hammaga Puketdan alangali salomlar. Bugun Tailandda 4-kunimiz va biz Kata degan eng toza plyajlardan biriga keldik. Ko'rishingiz mumkin. Plash juda ham toza. Ko'rinishidan. Xo'p, o'rtoqlar, biz aytib o'tganimdek, Kata deb nomlangan plajdamiz. Eng yaxshi chiroyli plajlardan biri. Hozir juda katta to'lqin ketyapti bu yerda, shuning uchun hammani suvdan chiqaryapti. Belgilab qo'yib chiqargan, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana o'rtoqlar belgilab qo'ygan to'lqinni qaranglar. Endi suvdan hammani chiqaryapti signal chalib. Cho'milmananing. Atrof. Biz yana ekskursiyadamiz. James Bond oroliga sayohat qilamiz. Sizlarga yordam beraman. James Bond orolini ko'pchilik tavsiya qilmadi, lekin borgim keldi, mana bormaganim uchun. Qani bu videoni ko'rsanglar oxirigacha bilib olasizlar, borishga arziydi bu. Shunaqa bir qorong'i o'rtoqlar, agar svet bo'lmasa bu juda qorong'i ishoninglar. Qanday? Bu lokatsiya ikkinchi lokatsiyamiz. Menga misol uchun yoqdi, mana shu paraxodda aylantirsak. Chiroyli. Ovqatlar bo'ladi deb qiziqadiganlar qisqacha ovqatlarni ko'rsatmoqchiman. Mana shunaqa bo'ladi ovqatlar. Yesa bo'ladi, zo'r emas, yomon emas. YouTube foydalanuvchilari mana o'sha James Bond oroli. Kino olingan. Bu yerda nafaqat James Bond, juda ko'p kinolar olingan ekan bu orolda. Mortal Kombat kinosini birinchi qismini ko'rsanglar, shoga kelib tushadi. Looking, cooking. Atrof. O'ta go'zal. Shunchalik mashhur joyi. Ular bir-biridan go'zal qo'llar bor holida. Yo'lda narsalar qimmat ekan. Sovg'a salomlamoqchi bo'lsangiz, uydagilarga bu yerdan olishinglarni tavsiya etmaymiz. Juda ham qimmat. PK team, everyone. Brother, they don't take a picture on the way. Now you can look in the paper over there. Bu Maybay oroli, Pika oroliga ekskursiya chiqamiz. Yomg'ir sal yomon yog'yapti, ob-havo sal yomonligi hisobiga ozgina videolar ololmagan xafa bo'lmaysiz. Lekin yetkazishga harakat qilaman. Qaysi orol? Pxi oroliga kelishdagi yana bitta sayohatlardan biri bu keladigan orollarimizdan biri, bu cho'miladigan joy hisoblanadi. Bu ham Pxi ekskursiyasining ichiga kiradigan orollardan biri. Bu yerda ham cho'milish mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p odam. Atmosfera o'ta go'zal.
Hurmatli YouTube obunachilari, KPH oroliga bo'lgan sayohatda taom tanovul qilish uchun, obed qilish uchun mana shu orolga olib kelishadi. Orol ko'rsatma xohlovchilar bir kun qolsa ham bo'ladi. Bu orolda ertasi kuni yana olib ketadi. Sizlarga orolni ko'rsataman. Bu orol. Chiroyli. Mana bu yerda bilan ovqatlandik. Va endi yana ketishimiz kerak. Bular Nashan har keldi. Çok güzel.